Ertalab ketdim va barchaga salom. Sizlar bilan SMK. Bugun men qishlog'im bo'ylab sayr qilib, barchani o'rganib chiqmoqchiman. Sizlarga qishlog'imni tanishtirmoqchiman. Bu yerda bizning merimizning uyi bor demoqchi edim. Sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Yomon xabar bor. SMK. Nimadir bo'ldimi? Bizning qishloqqa atom bomba tushayotgan ekan. Nima? Aldayapsan? Yolg'on gapirmayapman. Bu rost. Ertaga atom bomba tushar ekan. Hamma qochib qolmoqchi. Lekin qochish befoyda. Chunki atom bomba juda ham ko'p yerga sachraydi. Ya'ni portlash juda uzoqqa cho'ziladi. Xo'sh, Bizni qutqarishing zarur. Sendan yordam so'raymiz. xo'sh, o'ylab ko'rish kerak. Nima qilsam bo'ladi? Xo'sh, nima qilish mumkin? O'ylash kerak, parkour qilish kerak. Parkour qilishni bilmayman-ku. Danata, parkour qilishni bilmayman. O'ylash kerak. Oh, o'yladim. Biz bunker qurishimiz mumkin. Bunker? Ha. Men sizlar uchun juda ham cho'tki bir bunker qurib berishim mumkin. Kungacha bitira olasanmi? Tungachasi nima? Men 2 soatda bitirib tashlayman. Menda command blok bor. Xo'sh bolalar, eshitdinglar? Bu yerga atom bomba tushayotgan ekan. Men esa qishloqlarga atom bombadan saqlanish uchun bunker qurib berishim zarur. Xo'sh, men eng avvalo kerakli materiallarni to'plab olaman. Sizlar esa shungacha videoni pauzasini ko'rmaysizlar. Xo'sh do'stlar, men o'zimga kerakli materiallarni to'plab oldim. Ular inventarimda emas. Mana bu yerda. Xo'sh, biz endi o'zimizga bunker uchun juda ham cho'tki bir joy tanlashimiz zarur. Menimcha, mana shu yetib qoladi. Juda ham cho'tki joy. Endi yer tagiga ko'laymiz. Taxminan toshning aynan mana shu qismigacha. Yana ikkita shay. Yanada cho'tki. Ishimiz osonlashdi do'stlar. Mana bu yerda quduq bor ekan. Buni tozalab olsak, yanada zo'rlanishimizga gubka yordam beradi. Xo'sh bola, mana bu yerni ham suvini tozalab oldik. Endi bu yerni tekislab chiqamiz. Qani go! Do'stlar, men bu yerni tekislab olguncha sizlar videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos. A few moments later. Xo'sh bola, mana biz bu yerni taxlab oldik. Ya'ni tekislab oldik. Endi esa biz ponni devorlarni temirdan qilib chiqishimiz kerak. Qanday boshladik? Xo'sh, men bu yerni pol qilib olguncha sizlar kanalga obuna bo'lib, bitta like-chani bosib qo'ying. Keyingi video taxminan 1,5 mingta like-dan so'ng bu videomizda biz chip bilan olsa bo'ladigan barcha bloklarni ko'rib chiqamiz. Sizga yordam beruvchi mumkin bo'lgan bloklar albatta. Ya'ni siz Minecraft haqida video olmoqchisiz, lekin siz nima qilishni bilmaysiz. Masalan, siz bitta uy qurgansiz, o'shanaqa uydan ko'pisi kerak. Siz esa qurib chiqishdan zerikkansiz. Mana shu videoda
men sizlarga ana shu uylarni ko'paytirib beruvchi blog haqida ham gaplashaman. Qani unda ana shu videodan 1,5 mingta like kelsin. Xo'sh bolalar, mana biz bunkerchamizni tayyorlab bo'ldik. Endi esa bu yerni sal bo'lsa ham odam yashaydigan qilish kerak. Qani ketdi. Xo'sh, bizga aynan mana shu materiallar kerak bo'ladi. Endi o'sha ularni joylashtirib chiqishimiz kerak. Kravat. Sandiq. Mana crafting tablarni ham joylashtirib oldik. Endi esa pechkalarni qo'yib chiqamiz. Qani ketdi. Mana yerlarni qo'yib yubordim. Mana shu yerga ham, bu yerga ham bitta. Mana bo'ldi. Endi esa biz zerikib qolmaslik uchun kitoblarni qo'yib chiqamiz. Axir zerikib qolishimiz mumkin-ku. Bu paytda esa biz kitob o'qiymiz. Albatta kimdir o'qishni xohlasa. Agar moda tayyor. Va endi prostagina mana bu narsa qo'yib qo'yamiz. Endi faqat prosta buni qo'yamiz. Tayyor. O idea. Endi o'rtasiga. Hamma. Tayyor. Xullas, bizning bunkerchamiz tayyor. Endi bu yerdan chiqish uchun joy tayyorlasak bas. Demak, barchasi tayyor. Endi esa bu yerni yopib qo'yish kerak. Xolos. Buni esa bizga mana shu blok yordam beradi. Mana. Tayyor. Xo'sh, endi esa qishloqlarni olib ketish. Qishloqlarni olib kelish kerak. Qani ketdi. Qolgan qishloqlar ketib qolishdi faqatgina. Men va mana bu ikkita qishloq qoldi xolos. Qolgan qishloqlarning aytishicha, biz baribir o'larmiz. Shuning uchun biz suvda bekinamiz. Suv xavfsiz. Olovdan chidamli deyishdi. Lekin xato aytishgan. Taxminan 1 soatdan so'ng bomba kelib tushadi. Ungacha biroz uxlab damini olaman. Qishloqlar, meni uyg'otib yuborasizlarmi? Ha, uyg'otamiz. Ishqilib, bizning bomba ovozida uyg'onib ketmasak bo'ldi. Hazin qurgay. Nima bo'ldi? Bomba kelib tushdimi? Hozircha yo'q, lekin 5-10 daqiqadan keyin tushadi. Nima? Hozir ko'ramiz. Yellanati. Menimcha bomba portlab bo'ldi. Qishloqqa nima bo'ldi deb o'ylaysizlar? Menimcha tank tuga bilan yo'q bo'lib ketdi. Cheling chachi. Hoy, gapir. Cho'tki gapirding. Xo'sh, sizlar bilan SMK bo'ldi. Bugungi videomiz sizga yoqqan deb o'ylayman. Agarda yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa ham like bosing. Xayr, ko'rishguncha keyingi qismlar chiqmaydi. Lekin keyingi videolar albatta chiqadi.